Bugungi kelgan joyimizga aytadigan bo'lsam, Zangiota tumani, Zangi buva ziyoratgohiga taxminan 4 kilometr yetmasdan yangi yo'l tarafdan kelganingizda, hop, katta ko'chaning yuzi birinchi liniyada joylashgan mana mashq xonadonimizni sotuvga chiqyapti. 8 sotuv, 8 ta xona, 3 ta sanuzuli bor ekan. Mana bunaqa tashqariga do'kon ham qilib qo'yilgan. Bu ham o'sha 8 ta xonaning ichiga kirib ketyapti. Hovlilarini ham bitta obzor qilib ko'rsatamiz, narxini ham aytaman. 235 ming dollar egalari so'rashyapti. Nomerlar qoladi. Ya'ni bemalol aloqaga chiqasizlar, o'zingizlar kelib ko'rib, talashib, tortishib, savdosini qilaverasizlar. Hovlisini ham bitta ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Yo'liga kirganimizda bemalol ikkita mashina qo'yib qo'ysangiz bo'ladigan sharoitlari bor ekan. Ko'ryapsizlar, yaxshi sifatli mahsulotlarda qo'yilgan ekan, fasad qismlari qolgan ekan, ichlari bitgan ekan, mana bunaqa granitlarni ham qilib qo'ygan ekanlar, cho'tki qilib. Hovlini ko'ryapsizlar, chiroyli, fayzli xonadon ekan. Xudo xolasa, remontlari ham yaxshi holatda turibdi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, bu yoq tarafda ikkita xona zallari bor ekan, bu yoqda. Xonalardan xullas muammo yo'q-da, xonalarni ham narajada ko'rasizlar. Xudo xolasa, remontlari yaxshi holatda turibdi. Kimgadir shu xonadon qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Egalari bilan talashib, tortishib, savdosini qilib olaverasizlar. Hovlisiga ham bitta ahamiyat beringlar. Xonadonimizni yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.